yurtdoshlar, mana bugun biz Ilm Plus o'quv markazining 3-filialini ochilish marosimidamiz. Hozir sizlar bilan birga mana shu ko'rib turganingizdek odamlar bilan so'roq savol qilamiz. Ulardan qanday hissiyot va qanday emotsiyaligini so'rab o'tamiz. Barchalar raqamlaringlarni tayyorlab turinglar. 3 oylik maxsus grant sohibasiga aylandi. Barchalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Seni Layli Ra'no deb ajoyib dilrabo dillar. Kecha kunduz eshigingda quvonmalar qilsam. Saflarimiz kengayarsin. Hammanglar uchun kattakon rahmat. Ilm Plus o'quv markazimiz haqida ozgina taassurotlaringiz, ochilish marosimimiz yoqdimi, yoqmadimi? Albatta ochilish marosimi juda ham chiroyli o'tdi. Havo ham juda ham yaxshi bo'ldi. Bu yerdagi muhit, atmosfera hammaga ma'qul keldi. Xudo xolasa bu yerda tashkilotchilariga omad, ishlariga rivoj, bilim berishda, kelajak avlodga chiroyli tarbiya berib, ilmlilar sonini ko'paytirishda og'ishmasdan, charchamasin, kuch-quvvat tilaymiz. Bugungidaqa yaxshi ko'tarinki kayfiyat ish davomida bo'lsin. Allohim o'zi madad bersin. Rahmat hamma tashkilotchilarga. Adashmasam siz voucher yutib oldingiz, Ha, yutib oldim. Bir oylik vouchermi? Bir oylik voucher yutib oldim. Ishdan otpuskaga dam olishga chiqdim. Mana endi nima qilsamikin deb o'ylanib turdim. Endi mana shu chiroyli o'quv markaziga kelib maza qilib o'qiyman. Farzandingizni o'qitasizmi? Farzandlarim o'qish bo'lgan, Xudo xolasa, o'zim o'qiyman. Rahmat katta. Ilm Plus o'quv markazimiz haqida ozgina taassurotlaringiz. Ochilish yoqdimi? Yoqdi, zo'r, like. Zo'r, yaxshi. Suvlar yaxshi. Taassurotlaringiz qanaqa? Emotsiyalar? Emotsiyalarim shu muzikani qo'yib bersa, yaxshi bo'lardi. Funk qo'yib bersa, конечно, yaxshi. Sizda-chi qanaqa bo'ldi taassurotlar? Zo'r bo'ldi ochilish. Sizlar o'zi Ilm Plus o'quv markazida o'qiysizlar-a? O'zim shu yerda O'qish o'qiyman. jarayonlari qanaqa? Jarayonlar zo'r, teacherimiz eng zo'ri. O'qituvchilar-chi? Behruz aka, Iminjanov Behruz. Eng zo'r o'qituvchi ilmdagi. O'qituvchingiz haqida fikringiz? Teacherimiz. Yaxshi. Yaxshi. Zo'r, chotki. Rahmat katta. Ilm Plus o'quv markazimiz haqida ozgina taassurotlaringizni gapirib bersangiz. Biz hamma qarab turibdi mashg'ulotni. Endi gapiraveramiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ilm Plus o'quv markazi haqida katta taassurotlarga ega bo'ldik. Joylari ham shinam, o'qituvchilari ham malakali o'qituvchilar ekan. Bemalol kelish odamlarni kelib o'qishligiga tavsiya qilib qolamiz. Rahmat katta sizga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xushkelibsiz. Ilm Plus o'quv markazimiz haqida ozgina taassurotlaringiz haqida gapirib bersangiz. Ilm Plus o'quv markaziga keldik bugun ochilishga. Sharoitlari juda zo'r ekan. Bular aniq o'qituvchilaringlarmi? Bir xil formadagilar. Ular ham yaxshi muomala qilishyapti. Normal joy ekan. Sizlarga ham tavsiya beraman kelishinglarni. Rahmat katta sizga. Do'stlar, biz hozir Ilm Plus o'quv markazimizning eng seryozni insonidan intervyu olamiz, ya'ni ofis menejeri. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Mana shu ochilish marosimida hissiyotlaringizni, emotsiyalaringizni gapirib bersangiz. Emotsiyalar juda ham zo'r. Xudo xolasa bu 3-filialimiz, Andijondagi 3-filialimiz.
Xudo xohlasa bundan ham ko'p filial ochish maqsadimiz bor. Asosiy maqsadimiz yoshlarning yuksalishi va yoshlarning ta'limini baland cho'qqilarga olib chiqish. Bu filialni ochilish qiyin bo'ldimi yoki oson bo'ldimi? Yoki qiyinchiliklar O'zi ta'lim sohasida oson narsani o'zi yo'q, albatta hamma narsani o'zini qiyinchiligi bo'ldi. Qiyin bo'ldi. Kelajakda qanaqa planlar? Kelajakda planlar o'quv markazlarini yana ham ko'paytirish, Xudo xohlasa rahbarimiz boshchiligida, glавный direktorimiz Gulbor Baycharan boshchiligida o'quv markazlari tarmog'imizni Xudo xohlasa viloyatlarda ham ochish niyatimiz bor, Xudo xohlasa. Rahmat katta. Bizning o'quv markazimizning o'quvchilarining orasida eng yaxshi xulosaga ega bo'lgan Behruz teacherdan intervyu olamiz. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Sizga bir qancha savollarim bor. Shu ochilish marosimidagi taassurotlaringizni, emotsiyalaringizni qisqacha qilib aytib bersangiz. Xo'p, o'quv markazi ochilgan kundan boshlab turib, ya'ni daqiqalardan boshlab turib juda ham ajoyib taassurotlar qoldi. Juda ham zo'r, zamonaviy o'quv markazi ekan. Menga juda ham yoqdi. Ichidagi sharoitlar, qulayliklar juda ham zamonaviy. Har bitta narsasi o'ta puxta ishlab chiqargan joy ekan. O'quvchilarga ham juda yoqadi degan umiddaman, chunki menga o'ta yoqdi. Siz shu yerda ishlaysizmi yoki eski filialda qolasizmi? Men shu filialda ishlayman, Xudo xolasa. Xonangiz qanaqa ekan? Xonam o'ta go'zal ekan, shunaqa zo'r ekan, amal ekan. Bu markazda eng zo'r xona meniki bo'ldi. Rangi ham qizil, ko'nglimdagidek. Avtovokzal filialida bir qavatdan emas, ikki qavatdan iborat va biz hozir matbuot bo'lim xodimidan intervyu olamiz. 3-filialda ochilishidan maqsad nima? Xo'p, avvalambor bu Andijondagi 3-filial hisoblanadi, lekin vodiy bo'yicha 4-filial hisoblanadi. Xo'p, joy ochilishidan maqsad filialda asosan o'quvchilarga joylashuv qulayligi, ya'ni manzil yaqinligi ko'zda tutilgan. Va bundan tashqari kelajakda bundanda ko'proq filiallar ochish, ya'ni barcha vodiylik o'quvchilarga yaqinroq bo'lish kerak. Eslarda bo'lsa, bizning joylashuv markazimiz vokzalning yonida, viloyatdan kelgan o'quvchilar ham bemalol kirib o'qishlari mumkin. Teacher Abdulaziz, siz shu yerda yangi o'qituvchisiz. Ilm+ o'quv markazi haqida, sharoitlar haqida qisqacha qilib gapirib bersangiz. Xo'p, men ayni shu yerda ishlashga qaror qildim, chunki bu yerda sharoitlari juda ham zo'r, sinflar katta, hamma zamonaviy jihozlarga ega sinflar. Bolalar ham xudo xolasa maza qilib o'qishadi, shuning uchun mana shu yerda tanladim ishlashga. Yana sizga bitta savolim bor. Agar siz o'quvchi bo'lganingizda, shu Ilm+ o'quv markazida o'qigan bo'lardingiz? Albatta, men 100% shu yerda o'qishga qaror qilardim, chunki bu yerda ko'rib turib, prosta maza qilyapman. Agar shu meni yosh versa ham bo'lganda 100% shu yerda o'qirdim. Rahmat katta. Yo'q, rahmat. Azizlar, sizlarni ham Ilm+ o'quv markazimizning 3-filialida kutib qolamiz. Hammaga xayr. Agar men ham imkoniyatim bo'lganda shu yerda o'qirdim, ingliz tilini 7,5-8 olardim mana shu o'quvchilarga o'xshab.